Ki bo'pti-yu bu. Qo'ldan Yaxshi. Demak, olib chiqib tursam bo'ladi hozir. Yo'q, hozir bo'lmaydi. Ozgina chal ishi bor, keyin olib ketaverasan. Yo'q, to'xta, o'rtoq, hozir men buni olib chiqib ketishim kerak. Chunki ayolim uydagilarni olib boradigan joyi bor. Chalasini keyin ham qo'yaveramiz. Sen bilan kechki payt ko'rishib olamiz. Nima dedi? Ya'ni omonatni berib o'tib ketaman. Menga ishonasanmi? Rahmat. Sal chaproq. Bo'l, to'g'riga olib. Charchama o'rtoq. Allohga omonat, ehtiyot bo'l. Хорошо, Farruh, mulkidan chiqdim, o'sha hozir boraman. Bo'pti, xo'p. Jonim charchamading? Ha, bo'ldi aka, bo'ldi. Yaxshimi? Bo'ldimi? Yaxshi, ha. Tak, necha bo'ldi? Aka o'zi kassada 70 ming so'm. Endi ustiga xizmat haqqi deganda aka 50 ming so'm, ukajonim, yurringlar. ayo akasi chimas